Endilikda Adam Aster Haval yangi ariq avtosalonida Haval M6larni yillik stavkatigi 0,1%. Ya'ni bu degani 1% emas. Yana bitta katta yangiliklardan biri afsonaviy Haval H9 avtomobili kelgan. Bu Haval M6 ni siz boshlang'ich 15% berib, ya'ni $4000 berib ham olishingiz mumkin. Bunaqasini eshitmagandim. Ya'ni 1% emas, 0,1%. Ya'ni bu foizning narxi 88 ming so'm. Bu Havallar ichida eng kattasi. Kelib, tradingga mashinasini baholatib, spokойно olib ketsa bo'ladi. Test drive bepulmi? Test drive bepul, mutlaqo ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha faqat. Bu avtomobil gavdasiga qaraganda narxi arzon. Shunaqa. Yillik 0,1% evaziga olishimiz mumkin. Shunaqa. Bunga o'zi propan qo'yilgan menimcha. Propan qo'yilgan variantda e'tibor qilsangiz bo'ladi. Ko'proq shart, ligoutniy kredit, рассрочка, oddiy kredit, lizing har qanday turlar asosida olib ketsangiz bo'ladi. Ana endi yangilikni zo'rini aytaman do'stlar. Endilikda Adam Aster Haval yangi ariq avtosalonida Haval M6larni boshlang'ich 25% dan boshlab yillik stavkatigi 0,1%. Ya'ni bu degani 1% emas, 1%, 0,1% годовой stavkada avtomobillarni olishingiz mumkin ekan. Bu ligoutniy kredit asosida berilayotgan avtomobillardan biri hozirda. Undan tashqari yana bitta katta yangiliklardan biri afsonaviy Haval H9 avtomobili kelgan. Bu juda katta yo'l tanlamas avtomobil hisoblanadi. 2 litrli turbina motor va 7 kishilik kojniy salonda. Undan tashqari Haval Dargo so'raganlar uchun Dargoning ham narxlarini hozir aytamiz. Yana eng katta yangilik bo'lib berdi. Haval avtomobillariga hozirda рассрочка ochilgan, ya'ni foizsiz bo'lib to'lashga ham avtomobillarni olishingiz mumkin. Hozir shular va boshqa yangiliklar haqida videomiz davomida aytamiz. Albatta oxirigacha ko'rib like bosinglar do'stlar. Boshladik. Do'stlar, Haval Adam Aster yangi ariqdagi avtosalondan bizga sotuv menejeri G'anisher. Assalomu alaykum. Barcha narxlarni aytib o'tadilar. G'anisher bilan birinchi marta biz obzor qilayotganimiz. Xudo xolosa, yangiliklar ko'p bizda bugun. Bizda yangiliklar ko'p aka. Ayniqsa bizlarda hozirda 5 ta kafolatlangan sovg'a bor. Har bir mijozlarimiz uchun. Aniq. Va keyin bizlarda polikdan boshlab toki gaz ballongacha bonuslar bor. Bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Bunaqasini eshitmagandim. Ya'ni 1% emas, 0,1%. Ya'ni bu 1%. 1%. Shunaqa. Bu почти degani sizga 1 yil, 2 yilga, 1 yilning o'ziga taxminan mashinaning ustiga foizning narxi 88 ming so'm bo'ladi. 88 ming so'm 1 yillik foiz qo'shilyapti. Shunaqasini eshitganmisiz? Xullas, bu haqida ham hozir ma'lumot beramiz. Ana endi biz hozir eng katta yangilik Haval avtosalonida H9 avtomobili kelgan. Bu Havallar ichida eng kattasi. Shunaqami? Shunaqa desak ham bo'ladi. Endi Havallarning eng kattarog'i va yaxshiroq modeli. Ancha 7 kishilik. 7 kishilik. Shunaqa ancha balandroq bo'lgan. Bu haqda ma'lumot beramiz. Haval H9 komplektatsiyasi 2 lik turbina motor va 218 ta ot kuchi. E'tibor qilganingizdek, svetodiodni faralari, e'tibor qilgan bo'lsangiz ancha baland kuzov, partronika datchiklari va passajir tomonidan ham bunda уже massaj bor, abduv, abagrev stellarida. Shunaqa juda ko'p qulay funksiyalari bor. Mashina haqida ko'p ma'lumot gapirishim mumkin azizlar. Endi baribir avtosalonimizga kelib bepul test drive xizmatlarimiz bor. Ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha kelsanglar, bemalol xohlagan mashinangizni haydab ko'rib, funksiyalarini bafurcha ko'rib, ma'qul bo'lsa, конечно, shuni shartnoma qilib olib ketsangiz bo'ladi. Har xil shartlar bor bizlarda. Avtokredit, ligoutniy kredit, рассрочка, nima kerak bo'lsa hamma imtiyoz bor. Kelish kerak. Trading xizmati ham bormi? Trading xizmati ham bor aka. Ya'ni o'zlarini mashinani olib kelsalar, kelib sizlardan Haval Julion yoki Haval M6 ni haydab ketsalar bo'ladi. Undan ham muammosi yo'q. Kelib, tradingga mashinasini baholatib, spokойно olib ketsa bo'ladi. O'ylanib o'tirish kerak emas, uni telefon qilib, boshqa variant izlab kelish kerak, ko'rish kerak, narx ma'qul kelsa olib ketish kerak. Manzil Samarqand, Yangiariq, Zapchas bozorining yonida joylashgan Adam Aster Haval avtosaloni bo'ladi. Xo'p, bemalol kelib, test drive bepulmi? Test drive bepul, mutlaqo ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha faqat. E'tibor qiling, ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha bepul test drive. Xo'p, kelib, mashinalarni ko'rib, o'tirib ko'rib maslahat so'rash, bu ham hech qanaqa problemasi yo'q. Problemasi yo'q. Kelib besplatno. Kelib xohlagan mashinani o'tirib ko'radi, xohlaganini haydab ko'radi. Spokойно bepul test drive ichida ma'qul kelgani, конечно, olib ketadi. Ana shunaqa gaplar. Ana endi H9 ga kelsak, balandligini qarang. 2 metr bor. 2 metr balandligi.
внедорожник, ya'ni tog'li joylarga bemalol yurasiz. 7 kishilik avtomobil ekan. Salon ishlari nimalar borda? Xolodilnik bu yerda ko'rib turganingizdek, Aha. katta monitor plus besprovодной zaryadkasi bor. Ikkita massaj sideniyani dальний yo'lga ketayotganda spokойно sideniyani yotqizib oldinda orqadagi odam ham dam olib ketsa bo'ladi. Bular 4 ga 4 tortadi, ha? 4 ga 4 tortadi. Shuningdek, orqa privodni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi, Orqa blokirovka oldini qo'ysangiz. blokirovka qilsa bo'ladi. Mana Ha. orqa tomonni bitta ko'rsataveramiz. Juda katta mashina va baland. Xo'p. Bularni ham menimcha fonati juda ko'p. Shunaqa, aka. Anchagina sotildi, allaqachon bular. Da, bu уже taxminan 5-chi bo'lishi kerak. Zarga kelganda orqa 3 zonli klimat kontrol o'sha tomonlari bor. Aha. Orqa tomonni bitta ko'ring. Bu yerda zapaskami? Yo'q, zapaska emas. Bu eng yoqadigan joy mana bu yerga keldi o'zi menga aka. Tog'ga chiqqanda mana buni prям yotqizsangiz bo'ladi. Zapaska turmaydi. Zapaska tagida bu tipa piknik qilganda stolcha bo'ladigan narsa bo'ladi. 15 kilogacha vazni ko'tariladi. Kaltini ochsa bo'ladi. И plus orqa bagaji bu 7 kishilik, mana e'tibor qilsangiz bo'ladi. Plus bunda ham 220 volt tokigacha bor va mana bu sezinlar yotadi. Buni yotqizsak, uje bagaj rolini o'ynab beradi bular. Shunaqa. Keyin propan qo'ysak bo'ladi, ha, bularga. Shunaqa, garantiyadan chiqqan yo'lda bo'ladi. Orqa sezini yotqizilgan, o'shaning hisobiga oxirigacha yotmadi. Aha. Bo'lmasa garantiya asosida propan qo'ysa garantiya buzilmaydi. Shunaqa. Propanga ham 1,5 kun yoki 5 yil garantiya beriladi aka, mashinaning o'zi va elektrojihoz motorlariga. Ya'ni bular hozirda yangilik. Bundan oldin bunaqa H9 da yo'q edi, bilishim bo'yicha. Xo'p, nech pul narxi buni? Narxi 569 million 900, ya'ni 570 tam desak bo'ladi. 100 ming so'm. Ha, bularni ham avtokredit asosida olsak bo'ladimi? Конечно, avtokredit asosida uni olib chiqib ketsa bo'ladi aka, muammosi yo'q. Bir kun ichida xalqqa beramiz. Bir kun ichida xalqqa beramiz. Uning uchun ertaroq kelib, nima qilib variantlarni ko'rib, bo'ldi, ertaroq variantlarni nima qilib tanlasa, o'ziga ma'qul kelganini chiroyli qilib beramiz, muammosi yo'q. Ana endi bugungi asosiy mavzulardan biri Haval M6. Hozirda prodaja bo'yicha juda ko'p sotilayotgan avtomobillardan biri. Shunaqa. Hamcha odamlarga yoqsa kerakki, ko'p olishyapti. Shunaqa talabga ko'p javob beryapti va ko'p odamlar bo'ldi byudjetniy variant va bo'ldi yaxshiroq sifatli bo'lgani uchun ko'proq M6 ni olishyapti. Bu avtomobil gavdasiga qaraganda narxi arzon. Shunaqa. Shunaqami? O'shani hisobiga. O'shani hisobiga. Yana endi bu mashina haqida ozgina ma'lumot beramiz. Oddiy kuzov atsinkolniy stальной metal, 1,5 turbina motor, 143 ot kuchi, o'rtacha 8 litr rasxod qiladi. Dalning 6 kamroq, ya'ni qisqaradi. Ko'plar bu narsani lob deyishi mumkin. To'g'ri, endi apkatka vaqtida ozroq ko'p bo'lishi mumkin, где-то yarim litr, 1 litr. Apkatkadan ochilgandan keyin 100% o'rtacha 8 ta dalning 6 gacha qisqaradi. Bu bo'lgan narsa fantastik emas. Gaz qo'ysak bo'ladi. Gaz qo'ysa bo'ladi, shuningdek garantiyadan chiqmagan holda. Garantiyadan chiqmagan holda gaz qo'yib berishadi. Xo'p, bu avtomobilni 15% boshlang'ich berib, ya'ni $4000 boshlang'ich to'lov qilib, avtokreditga olsak bo'ladi. Shunaqa, boshlang'ich 15% bilan avtokreditga olib chiqsa ham bo'ladi. Aha. Xo'p, yana qanaqa nimasi bor edi buni? 0,1% lik shungamidi? Yo'q, 0,1% xuddi shu mashinaga lьготный kredit M6 larning o'ziga ochilgan. Simvoli yana ham bir qulayroq shartlar bilan bo'lgan. Oldinlari bunaqa foiz bo'lmagan edi. Ya'ni boshlang'ich 25% dan boshlab to'lashsa, shunaqa yillik 0,1% evaziga olishimiz mumkin. Shunaqa. Qora rangi bu. Mana oldi rishotkalarni ko'ryapsiz, juda chiroyli tarzda ishlangan. LED faralar, farlar, shunaqa. To'g'ri topdingiz. 17 lik yumshoq baland qo'yilgan. Shuningdek, besko'cha do'stlari bor. Salonni ishini ko'rsatib o'tamiz. Yo'llarga ekokoja qilingan, zona resklari plastik, rul naturalniy kojadan qilingan, shuningdek multimedial rul. Rulga ketayotganda ham bemalol telefon ko'tarib va javob berib o'chirsangiz bo'ladi. Cruise control, shuningdek funksiyalar bor, off-road, tog'dan tushish, spust, knopkalari bor, ya'ni kalotkangizga ziyon yetmaydi, bir tempda uchadi. Bu avtomobil 5 kishilik hisoblanadi, ha? 5 kishilik shunaqa hisoblanadi, shunaqa. 5 kishilik avtomobil, o'tirishga qulay, lyuk bor ekan bu yerda. Rasxodi qancha dedingiz buni? O'rtacha 8 litr, dalniga 6 tagacha qisqaradi. Shu gavdaga? Shu gavdasiga. Gap yo'q. O'sha propan boyagiday garantiya asosida qo'yib beriladi. Mana mashinamizning orqasi, orqada o'tirish ham juda qulay. Tak. Necha xil rangi bor buni? Buni 3 xil rangi bo'ladi aka. Qora, oq va metallический ranglar bo'ladi. Hozirda bizda boshqa rangidan bormi? Hamma rangidan topib beramiz. Muammosi oq deysizmi, qora, metallический hammasi o'z ichida bor. Bir donadan. Bunga o'zi propan qo'yilgan menimcha. Propan qo'yilgan variantda, e'tibor qilsangiz bo'ladi mana. 42 talik balonda o'sha klientdan vaqtini ko'p turmaslik sifatida. Bo'lmasa biza
propan qo'yilgan tayyorni ham birdan avtosalondan olsak bo'ladi. Конечно aka, faqat bularga отдельно to'lov qilinadi. Aha. Qo'shimcha to'lovni qilib, spokойно olib ketsangiz bo'ladi. Texpasportni birdan propan qilib chiqarib beramiz. Shunaqa, yo'q, texpasport o'zi оформить qilayotganda gazning dokumentlarini beramiz, оформление qilayotganda yozdirib olsalar bo'ladi. Muammosi yo'q. Xo'p, mashinamiz orqasi do'stlar. Juda chiroyli tarzda ishlangan orqa zadniy stollar. Keyin yana bitta ko'pincha savol berishadi. Bu avtomobillarning zapchasti bormi? Zapchastda muammosi yo'q. Ko'plar o'sha ko'p mijozlar qo'rqadi, haqiqatan ham yangilik bo'lgani uchun. O'zimizdani ko'p klientlardan bo'lgan, 4-5 ta klientdan biri emas. Maksimum borgan bo'lsa, bittasiniki bir haftaga borgan. Endi zapchast bo'yicha. Endi смотри, unga ham qanday. Atak 2 kun, 3 kunda, 1 kunda bitganlari ham bo'lgan zapchastning. Bittasini labovoy singan, bittasini bamper tushgan. Ya'ni kuzovnoy biron joyga tekizib bo'lsa yoki shunaqa. masalan qirib bo'lsa agar imini yoki singan bo'lsa buferi ham bizdan kelib olishi mumkin zapchastlar. Конечно, zapchastdan mutlaqo muammo yo'q. Hadovoy motor qismlari zapchastlarichi? Ular bo'yicha ham muammosi yo'q. Ular zapchast problem emas. Nimasi bo'lsa ham, xo'j mayda detali tushib qolsin, ana shuning bo'yicha zapchast muammosi yo'q. Avtomobilda garantiya qancha bo'ladi? Avtomobilning motoriga, elektr jihozga va kuzovga 1,5 krug yoki 5 yil garantiya beramiz. Bordi, shu o'zimizda propan uстановка qilinsa ham propanga ham xuddi shuncha garantiya beriladi. 1,5 krug yoki 5 yil. Bitta manzilni aytib o'tamiz ana shu. Manzil Haval Yangariq, yangi zapchast bozor yonida Qarshi krugdan o'tganda. Yana batafsil ma'lumotlar pastdagi nomerlarda bo'ladi do'stlar. Telefon qilasizlar, batafsil siz xohlagan ma'lumotlarni berishadi. Masalan, boshlang'ich to'lovga 50% berishsa yoki qanchadir pulim bor, masalan 7000 pulim bor. To'lasam boshlang'ich to'loviga, masalan, M6 ni qancha bilan chiqadi, necha pul bo'ladi, shu savollarga javob bera olamiz. Shunaqa aka, muammosi yo'q aka. Bemalol telefon qilib murojaat qila olsa, lekin bunaqa variant ham bor. Ko'plar turadi, telefondan turib, nima dedi, расчет berishni xohlaydi. Hammaga ham yoqadi, masalan, расчет berish. Endi nima desam, u kishiga расчетni berganim bilan oylik to'lovlar ma'qul kelgan taqdirda ham u kishi kelsalar, pasportini hali tekshirib ko'rmaganlar, skoring o'tkazadi, yuzini tekshiradi, identifikatsiya qiladi. Qissa qilib aytganda o'zlari kelishga to'g'ri keladi baribir. Telefon orqali расчет beramiz. Kelganda bank yoki biron narsa u kishiga одобрение bermasa, oldida yolg'onchi qolish keragi yo'q deb o'ylayman. Shunaqa. Yaxshisi kelsalar, kelsa yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Lekin oddiy savollar bo'lsa, bemalol telefonda beraveramiz. Shunaqa. Muammosi, mashina haqida qanday ma'lumot kerak bo'lsa, telefon orqali bemalol bersangiz bo'ladi. Borda pasportingiz bilan kelsangiz, chiroyli qilib chiqarib beramiz deb hisoblab, skoring natijasida. Xo'p, mana bu M6 ni oq rangi, xohlasangiz o'sha qorasidan, xohlasangiz oqidan olsangiz bo'ladi. Endi kimga qanaqa rangi ma'qul? Hozirda ko'pincha menimcha qora sotilyapti. Ha, qora haloyin, bir xillar qora chiroyli ko'rinadi, bir xillar endi oq yoqadi. Hammani didiga qarab chiqarib beramiz. Muammosi yo'q aka. Xohlagan ranglarni. Xo'p, ana endi navbatdagi mashinamiz bu Haval Julion. Haval Julion do'stlar, ketdik. Haval Julion 1,5 turbina motor. Bunda ham xuddi shunaqa ko'rib turganingizdek, buni kuzovi atsinkovli stальной metal, buning ham более sal pastroq ishlangan, unga nisbatan. Ya'ni bu zanglamaydi. Zanglamaydi, chirimaydi. Metali qattiq, lekin yumshoq material. Faralari? Faralar svetodiodni fara qilingan, LED recent ko'rib turganingizdek. Bu Haval Julionning ikkinchi avlodi bo'ladi, shunaqami? Yoki restyling qilingan varianti? Yo'q, restyling varianti. Restyling varianti bo'ladi. Shunaqa. Oldingi Julionlarda ablisovka, orqadagi bir ikkita narsalar farq qilardi. Shunaqa 23da reshotkasi bunda ablisovka pastga qarab ketgan, bunda pastga qarab ketgan bo'lsa, nariginisida yonga qarab ketgandi, minus shaklda qilingandi. Yana plus tomoni buni shu, eshikli girovka qildirmaysiz, balon xumka original yumshoq balon turibdi, 18 lik sakka diskada tuning qilish ham kerak emas deb o'ylayman bundan. Paroglarchi? Paroglar o'zida bo'lmaydi, bu qo'shimcha jihoz sifatida qo'ydirganmiz. Mabodo kim klientga mana bu showroomda, ya'ni reklama turgan mashina ma'qul bo'lsa, конечно, o'sha paroglarga отдельно to'lov qilib mashinani olib ketsalar bo'ladi. Xo'p. Bunga ham biz gaz qo'ysak bo'ladi, shunaqami? Shunaqa. Motor nechili bo'ladi bular aka? Motor 1,5 turbina MPI motor bo'ladi aka. Muammosi yo'q. Bunda ham o'zimiz servisda gaz qo'ydirsak, bunga ham garantiyalar xuddi o'shancha bo'ladi. Расход o'rtacha 8 ta, dalniga 6 tagacha qisqaradi. Xo'p. Tak, bu mashinani ham biz avtokida so'zlasak bo'ladimi? Конечно aka. Muddatli bo'lib to'lash bularda bormi? Muddatli bo'lib turish. Ha, albatta, bunda ham bor. Sheroz aka, muddatli bo'lib to'lash xohlagan eng kami 30% bosh to'lov bilan bosh to'lovga qarab muddati uzayadi. Ya'ni muddatli to'lovimiz 1 yildan 4 yilgacha bor. Bosh to'lovga qarab muddati uzayadi. Xo'p, panorama tom. O'zi bularda necha xil pozitsiya bo'ladi, G'anisher? 3 xil pozitsiyasi bo'ladi. Siz o'tirganingiz bu 3-pozitsiyasi hisoblanadi. Eng o'sha oxirgi full varianti. Oxirgi full varianti xuddi shunaqa, premium komplektatsiyada. Multirul, multimedial rul. Naturalniy koja ishlatilgan bunga ham.
Plus eng men yoqadigan joyi yana head up display. Laboga necha tezlikda ketyapsiz, yo'lda qanaqa belgi bor, o'shandan hammasini laboga chiqarib beradi. Avtoparkovka. Avtoparkovka и plus off-road rejimlari, fara regrovkalari juda qulay joyda. Обогрев rul qishki kuniga Elektron regrovka sistemi ekan bu yerda. shunaqa. ABS va ABS tormozning sistemasi ancha tormoz. O'sha odamlarga ko'p eng muhim narsa shu tormozning sistema, motorni ot kuchi va расходiga ko'plar e'tibor qiladi deb o'ylayman. O'zingiz parkov qilish endi ayol kishilarga ham bemalol ancha plus bo'ladi. Avtoparkovka bor. Shunaqa. Avtomatik tormoz beradi-yu, qanday oldin Samotormashina chiqsa, конечно, bunaqa ham bor. bunaqasi ham bor. 3-komplektatsiyasi bor. Xullas, hamma sharoit bor bu mashinada. Nech pul bu mashina? Mashinaning narxi birinchi pozitsiyasi 279 million 900. Shunga qarab, funksiyalar ko'pligiga qarab oshaveradi. Birinchi pozitsiyasining narxi 279 million 900. Hozir full komplektatsiya 329 million 900. Xo'p, rassrochka bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsak, foizsiz bo'lib to'lash, shunaqami? Shunaqa. Boshlang'ich qancha berishimiz kerak? Ya'ni necha foizini berishimiz kerak? Boshlang'ich eng kam 30% ni bersangiz, rassrochkaga chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. 2 yildan, 1 yildan 4 yilgacha. 1 yildan 4 yilgacha. Endi ko'plar muddati qancha bo'ladi deb boshlang'ich muddat bosh to'lovingizga qarab muddat qo'yiladi. O'sha bosh to'lovingizga qarab muddati shuncha uzoqroq bo'ladi. Bosh to'lov qancha ko'proq bo'lsa. 5 ta sovg'adan birini bu avtomobil uchun ham olish mumkin, shunaqami? Конечно. Ya'ni propandan polikacha bo'lgan sovg'alarni polikacha avtomobil sotib olganingizda olishingiz mumkin. Xo'p, ya'ni 30% ni bersangiz, M6 ga ham bormi rassrochka? Albatta, M6 ga ancha ko'proq shart. Ligotniy kredit, rassrochka, oddiy kredit, lizing har qanday to'lov asosida olib ketsangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. Haval dargo do'stlar, tog'larga chiqishga, balandliklarga chiqishga bemalol urinmasdan ham chiqib ketaveradi, bir xil. Shunaqaki, hech qanday qiyinchiliksiz chiqib ketadi. Ochiqni aytaman, pulim bo'lgani o'zim shundan o'rgan bo'lardim, o'zimga ham bir boshqacha bo'ladi. Chunki bizlar bu avtomobilni obzorini qilganmiz, tog'li joylarga ham borib, tepalik juda baland bo'lgan joyda ham даже buksovat qilmasdan ham chiqib ketgandi bu mashina. Motori katta buni ham nechchilik? Motori 2 lik turbina motor turibdi, shuningdek 192 ta ot kuchi. Расходichi? Расход o'rtacha 8 litr va 9 ta расход qiladi. Danligi 7 tagacha qisqaradi. Bu hozir внедорожник bo'lgani bilan, lekin ichidagi sharoitlar ana premium avtomobillardan ham zo'r. Shunaqa. Salonni ham ko'rsatamiz. Mana oldi faridan boshlasak, LED premium bo'lgan faralar? LED premium qilingan, xuddi shunaqagi, bor qilganingizdek. Juda baland avtomobil, внедорожник, 4x4, panorama tom bor, shunaqami? Shunaqa. Plus холодильник bor. E'tibor ko'rsangiz bo'ladi. Va 540 gradus kamerasi, aytib o'tganimdek ko'z tagi bilan ko'rsatadi, ancha plus bu. Kattaroq tosh boron biron nima qolib ketgan o'shani polni ko'rsangiz bo'ladi. Yana 220 volt tok, head-up display, juda ko'p funksiyalari bor, massaj, сиденье. Ya'ni 540 gradus deganlari mana bu yerdan ishlaydi. Ya'ni balon yonida necha santimetrgacha o'sha tosh bo'lyapti, uni siz ko'ra olasiz. Shunaqa. Salonni ichini bitta ko'rsatib o'tamiz. Salonni ichi. Xo'p, massaj sizeni bormi bu yerda? Shunaqa, bu massaj sezinyasi bor. E'tibor qilganingizdek, холодильник hozir o'zimizda jazirama issiqlar bo'lyapti, o'zingiz bilasizki. Bemalol salqin ichimlikdan холодильникka qo'yib, muzlakkina qilib ichib ketsangiz ham bo'ladi. Ayniqsa sayohatga chiqayotganda. Qancha rasxod qiladi deysiz buni? O'rtacha 8 ta 9 ta rasxod qiladi. 8 ta 9 ta. Danligi 2 tagacha qisqaradi shunaqa. Monitor bor. Беспроводной zaryadka bormi? Беспроводной zaryadka ham mavjud. Shunaqa. Shaybali nimalar, richaglar bo'lyapti, elektronli ruchnik tizimi. Xo'p, panorama, antiradar bu antiradar qo'yganmiz, agar mabodo klientga ma'qul bo'lsa, конечно, buni ham xarid qilib ketsalar bo'ladi, o'z qo'shimcha predoplata bo'ladi. Bordi bizdan ko'proq narsa bo'lsa, buni ham bonusdan qilib beramiz. Berishingiz mumkin. Xo'p, bular nima uchun? O'sha balandligi uchun, o'sha balandligi uchun shunaqagi. Bo'ladi, udobni bo'lishi uchun. Yosh katta odamlarimiz qiynalmaydi. 5 kishilik mashina hisoblanadi bu. Orqa salon. Ko'rsataveramiz. Juda katta orqa salonga ega mashinamiz. Xo'p, bularga qo'shimcha nimalar qo'ysak bo'ladi? Qani sher? Bularga qo'shimcha qilib eng zo'ri hozirgi kunda o'zingizdan xabaringiz bor, metan narxi ko'tarilib ketgan, propanning tushib ketgan. Propanning aktan soni qisqa qilib aytganimda 95 benzindan baland bo'ladi. Tushungan ustalar menimcha bo'ladi buni. Motorist akalarimiz biladi. 95 benzin aktan sonidan balandroq. Propan ustolovga qildirsangiz bo'ladi. Bu sizga plus.
va motor tagiga zashta uстановка qildirishingiz shart. O'zimiz sharoitdan bilasiz, har xil hamma joy bir xil tekis emas. Kattaroq tosh o'tadigan bo'lsa, motorni xudo ko'rsatmasin qanday yomon tarzda bir teshib o'tadigan bo'lsa, motorni o'zi ancha pulga tushadi bizga. И plus zashta setka radiator qo'ydirishingiz shart. Ichkaridan u ham plus. Mabodo kim radiatoringizda biron bir tosh kirib bo'lib ketadigan bo'lsa, ancha qimmatga tushadi. O'zimizda servisda qo'ydirasiz, garantiyadan chiqmagan holda bo'ladi. O'sha jihozlar hammasi o'zimizda bormi? Shunaqa muammosi o'zimizda eng sifatli narsalar qo'yiladi. Tayyorlikka qildirib ketsangiz bo'ladi. Plus sonchi zashitni, armalon yaxshi tayyorliklarni qilib beradi. Chiroyli narxlarda. Bo'lsa bunga ham propan quyib bersak, garantiya buzilmaydi. Shunaqa. Garantiya buzilmagan Shunaqa gaplar do'stlar. Mana bu mashinamiz yon tomonimiz. Parokka chiqsak bu sinmaydimi? Yo'q, bu sinmaydi. O'zidanmi zavodskiy parok? Zavodskiy shayrozaga, bunga zavodskiy. Bemalol parogni ustiga ham chiqib, mana bu suvni ichidan o'tib olsak bo'lar ekanda. Spokойно bo'ladi aka. Bu nech pul? Borganda. Qancha? Qaysi biri aka? Avval bunda ikki xil komplektatsiya bo'ladi. Buning narxi 399 dan boshlanadi. Aha. Narxi. Xo'p, mana bu avtokredit, рассрочка. Bunda ham hamma kredit bor. Avtokreditga xarid qilsangiz bo'ladi va рассрочкаga xarid qilsangiz bo'ladi. Naqd to'lov turi asosida olib ketsangiz bo'ladi, muammosi yo'q. Bizning kanaldan, bizning obunachilar ko'rib kelishsa agar, qanaqa imtiyozlar qilib bera olamiz? Albatta, aniq yuragida o'tib, misol aniq olaman deb kelgan odamlarga muammosi aka, siz tomonidan chiroyli imtiyozlar qilib beramiz. Aha. Bundan tashqari, kelib ko'rish, o'tirib, ko'rib, maslahat so'rash, umuman bepul. Bemalol kelib nima qilsak bo'ladi? Конечно, aka, gap bo'lishi mumkin emas. Aha. Tortinmasdan bo'lsa kelaverasizda. Bemalol masalan, Haval H9 mi, Haval M6 mi, Haval Julion yo'qdimi, kelasizda, ko'rasizda. Test drive deyishsa ham, prava kerakmi test drive'ga? Test drive'ga prava ham kerak, muammosi yo'q. Kelsin, haydab ko'rsin. Menimcha shu maslahat qilishga ham uncha ko'p vaqt talab etmayman. Taxminan 1 soatda maslahat qilib javobini aytsa bo'ladi. Xohlagan mashinani haydab ko'radi, hamma shartlar bor. Sinab ko'ramiz, muammosi yo'q. Maslahat qilib ko'rsin, boshdan to'lab mashinani olib ketsin. Nomerlari pastda bo'ladi, telefon qilasizlar. O'sha siz xohlagan mashinani chiroyli qilib, o'sha foizsiz bo'lib to'lash, shunaqa avtokredit barcha xizmatlari bilan direktga chiroyli qilib beradilar. Shunaqa gaplar. Adres yangi zapchast bozorining yonida joylashgan ADM Aster Haval avtosalon do'stlar. Kommentariyada qaysi avtomobil yo'qdi va qanaqa mashina olmoqchisiz, shuni ham yozib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Barchaga sog'lik tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.